Bala üçün günah xatırsı emas, töküp xatırsı tutqan tüzük. Bala üçün töküp xatırsı tutuş boladigan çare. Biz balani əzəldən pul bilan tartıqlap baqqan emas. Balaga beradigan tartığımız aşı kichkina xatırı dəftərdəki çiraylıq güllərdə əks etətdi. Qimmatini pul bilan ölçügül bolmaydigan aşı bebaha güllər balaga nurg'un yaxshi fazilatlarni so'ndirishimizda intayin muhim rol o'ynagan edi. Qizim 4 yosh kirgandan boshlab uning yaxshi ishlarini yezib mangdigan maxsus xotira daftari tutdik. Bu kichkina xotira daftarining har bir betiga qizimning bizni xushal qildigan ishidan birini, o'yinchoqlarni o'zi yig'ishtirdi, axlat to'kdi, o'zi hikoya to'qidi, akşam o'zi yolg'iz oshxonaga kirib chiroqni yoqib tish ko'lg'ash tepib chiqdi, soatga qarashni o'rganib oldi degandek gaplarni oddiy qilib yezib qo'yatdik va uning yoniga qizil qalamda birdan gul sizib qo'yatdik. Bu balaga bergan tatqimiz edi. Biz u xotira daftarini töhfa xotirasi deb ataydik. Qizim o'sha xotira daftariga töhfasini yozgan chig'imizda behmi xush bo'lib ketadi. Pat-patlar zodi qanchalik gul olganligini sanab qo'yatdi. Qisqasi bu usulni qo'llansa bolaning o'sib yetilishiga nihoyat foydali bo'ldi ekan. Ya'ni birinchidan bolaning shon-sharaf tuyg'usini uyg'otgan bo'ldi ekan. İkinchidan xotira daftari bolani uningda xotirlangan ishlarni davomlashtirishga dalolat qilib turadigan bo'lg'achqa, bola o'sha ishlarni izchil qilib mengishga odatlandi ekan. Uchinchidan bola xotira daftaridagi gullarni sanag'ach, uningga yozilgan mazmunlarni qayta-qayta o'qib yurib, nurg'un xat va tirimlarni o'rganib olar ekan. Qizim boshlang'ich maktabga kirgandan keyin muallimi uni doim o'shandaq gullar bilan tatiqlaydigan bo'ldi. Yani balını maqtash to'g'ri kelganda, uningga gulning tamg'isi besilgan kichkina bog'oqchani beradi. Ashundaq bog'oqcha uningga tushqanda qizimga sabiylar shodligidan birini taqdim qiladi. Sinfning orqa tamidagi sharaf taxtasiga bolalar erishgan sabiylar shodligining tizimligi bo'yicha chaplab qo'yiladi. Sabiylar shodligining oz ko'pligi bolalarning ifodasini aks etib beradi. Qizim boshlang'ich maktabni tuturguncha o'sha sharaf taxtasida birinchi, ikkinchilikni qo'ldan bermay keldi. Biz buning uchun ichimizda xushal bo'lsaqmi, ammo uni tariflab yurmasimi bo'ladigan odatli ish deb qarag'ashqa ancha to'lg'alib ketmaydik. Chunki bolani hadab maqtayverganda u bolalar orasida bara-bara o'ziga tamanno qo'ydigan bo'lib qoldi-da, buning bilan boshqa manda o'tib ketarmi degan andishida oxir harakatidagi tabiiylik va garmonikmaslikni yutirib qo'ydi. Vaqtning o'tishiga ergashib qizimning töhfa xotirasiga tushadigan mazmunlarmi ko'payib bordi. Ammo uningga imtihonda yaxshi numara oldi degan gapni biror qatam yozib boqmadik. Chunki bizcha bo'lganda boshlang'ich maktabda o'qiyotgan bola uchun hammada muhimi uning o'rganish qizg'inligini saqlash. Bolaning imtihon natijasini ziyoda zig'irlab ketganda bolaning zehni natijaga tartibiga markazlashib qoladi. Cho'nglar bolani imtihon nomeri va natija tartibini qo'llashga o'rgatib qo'ysa, uning o'rganish qizg'inligi bara-bara suslab ketadi. Hozirgi maktab tarbiyasida saqlanayotgan bolaning natijasiga esil velish xohishimi yetib oshadi. O'tib teshib oildimi shunday qilg'il tursak, u bolaning o'rganishiga turtki bo'lmayli qolmay, balki salbiy ta'sir ko'rsatib qoladi. Shunga qizim boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chog'da uning töhfa xotirasiga mening o'rnimda qochqu chuyishni nihoyat pokiz edi, g'ijjakni obdan chaldi, tugnak to'g'rashni o'rganib oldi degandek tutamga chiqmaydigan ushshaq-tushak ishlarni yozatdik. Onun başqa yil oxirida qizimning o'sha o'qish mavsumida zodi qanchalik taqdirnom olganligini eslatma o'rnida xotirlab qo'yatdik. Qizim 10 yoshida to'liq so'ttir maktabning 1-yiliga chiqdi. Bu chog'da u yotoqli maktabda o'qiydigan bo'lg'achqa uyga haftada bir qatimni keladi. Dastlabda yotoq turmushi ko'namay uyni sig'inib yig'labdi. Ikkinchi haftasi kelganda u "Mana hafta xeli o'rganib qoldim, shuni yig'lamadim" dedi. Şunun bilan qizimning utuq xotirasiga yotoqli maktabga kirib, ikkinchi haftasidan boshlabla yig'lamaydigan bo'ldi deb yozib qo'ydik. Qizimning u chog'dagi utuq xotirasiga asosan o'rin kepsini radlik yig'ibdikan, muallim maqtab ketibdi, kiyim-kechikini nihoyat pokiz yuvibdi degandek yotoqli maktab turmushiga oid mazmunlar yozildi. Bir qatim qizim ikkimiz gap tagishib qilib, har ikkimizning ko'ngli yerim bo'lgan edi. U burunqidek o'z gapini rost deb turolmayla har bir zakonni o'ylanib turib qo'ydi. U gapimning o'rinli ekanligini tunib yetgan hamon talishishdan darhol to'xtab, o'zining ketib qolgan yerini shu hamon bo'yniga oldi.
Bu uningdagi pishib yetilayotganlikning, shundaqla go'zal axloqning belgisi edi. Shunga menmi bu ishni utuq xotirasiga xotirlab, uning kayniga guldan birini sizib qo'ydim. Shu qatimki ish qizimga munozirlashishdan maqsad qarshi tarafni mat qilishla emas, balki haq-nohaqni ayirish ekanligini tunib yetgan edi. Yoshlik davri qadam qo'ygan qizim bara-bara o'zi xos xarakter yetildirib, mustaqil fikr qila oladigan bo'ldi. Demak, burunqidek daftarga gul sizib tartuqlash endi unga yarashmaydi. Muhimi, mijaz xuluq, o'y fikir va o'rganish usuli qatorliq jihatlarda o'zi xos muqim andizini shakllantirishga, bola bilan paranglashib, fikr almashtirishga bakrak ahamiyat beradigan bo'ldik. Shunga u to'liq so'ttir maktabning 2-yiliga chiqqandan tortib, heliqi utuq xotirasini yezishmi o'zligidan to'xtab qoldi. Mana hozir qizim oliy maktabga chiqdi. Heliqi utuq xotirasi qizimning baxtli o'sayotganligining shohidi bo'lish sifati bilan oilamizning tavarikiga aylandi. Bola uchun to'kib xotirasi tutish bo'ldigan chora. Biz bolani azaldan pul bilan tartiqlab boqqanamiz. Balaga beradigan tartiqimiz ashu kichkina xotira daftardagi chiroyli gullardek sitadi. Qimmatini pul bilan o'lchigil bo'lmaydigan ashu bebaho gullar balaga nurg'un yaxshi fazilatlarni singdirishimizda intayin muhim rol o'ynagan edi. Balalarmi cho'nglarga o'xshashla boshqalarning muayyanlashtirishi va rag'batlantirishiga muhtoj bo'ladi. Muayyanlashtirish va rag'batlantirish muhitida o'sgan bola o'zi komil ishonch turg'izib bemalol ov basa oladi. Nurg'un ota-onalarda yetarsizlik bor deyilsa, u dal ularning bolani moddiy buyum bilanla tartuqlashga hirismanligida. Muhimi, ular bolasini haqiqiy tushunmaydi. Chunki moddiy tartuq bugungi kundagi 9 tal bolalarni rag'batlantirishda degandek rol o'ynayolmaydi. Bolalarni vaqtincha mamnun qila olsa-mu, undaq mamnuniyat uzoqqa bormaydi. Qisqasi, bolalardagi haqiqiy baxtiyorlik va shijoat ma'naviy xursandlik bilan muvaffaqiyat tuyg'usidan keladi. Bu usulimni boshliq deb bersam, ba'zilar mundaq deyishdi. Balangiz kichikdan boshlabla obdan cho'ng bo'pti. Ammo balam, men uchun eng cho'ng bosh og'rig'idan nədimi yozg'idek ishlar bo'lsin. Bu butunlay xato qarash. Amaliyotda har qanday bola o'ziga tushliq alaylik bo'ladi. U alayliklar ko'pincha hollarda ortiqchilik bo'lib ifodalanadi. U ortiqchiliklar bolaning yuragida saqlanayotgan urug'ga o'xshaydi. U urug'ni obdan parvish qilgandla big' surib, chichaklab, oxiri meva beradi. Afsuski, nurg'unlarimiz bolalarning kamchikinligiga eslib olib, ortiqchilikni bayqashga naqislik qilamiz. Hadislar bolaga tanbeh beramiz. Buning uchun bolaning yuragidagi big' surayotgan, o'sishga intilib turgan heliqi urug' mo'ldir va bo'ron chopqanda qilib, normal o'salmaydi. Hatto nobud bo'lib ketadi. Nurg'un bolaning oxirgi hisobda ayib nuqsonning qapiga aylanib ketishi dal mush sababdan. Bir hikmatli kalimada dunyoda go'zallik kam emas, balki ashu go'zallikni bayqaydigan ko'zlar ozlab ketdi deyilgan ekan. Shunga ota-onalar bola uchun bir xotira tutib qo'yishga vaqti chiqmasa, bolasining utuqlarini o'zining yuragida xotirlab mangsimi bo'ladi. Mubodo buningga vaqti bo'lmasa, bolasidan mamnunligini so'zi va ko'zda bo'lsa ifodalash kerak edi. Balangizning utuqlarini qancha ko'p xotirlab olsangiz, uningga shuncha ko'p shodlik va ishonch ato qilgan bo'lasiz. Balaning o'sib yetilish manzili shuncha osonlashadi. Ba'zilar balaning ortiqchiliklarini maqtash bilan birga yetarsizliklarini darhol ko'rsatib beradi. Qoida bo'yicha bu usulni xato deb ketgan bo'lmaydi. Ammo buningda usulga diqqat qilmasangiz, oxiri xayrlik bo'lmay qoladi. Utuq xotirasini tutishdan maqsad balani o'zida tasodifiy ko'rilgan ortiqchiliklardan ishonch va shodlikqa erishtirish. Shundaqla baladagi ashundaq tasodifiy ezilguliklarni uning doimli harakatiga aylantirish. Shuningdek, navoda balaning yetarsizliklarini og'zidan tushirmay, bu vaqtda balani hadislar eskartib tursangiz, undaq nabob etmishlar balangizning vujudida turg'unlashib qoladi. Ya'ni bala tashlashga intilib kelayotgan ashu qiliqlar atidin kechgacha balaning quloqiga qo'yib turayotgan ügüt eskatmalaringiz sababli bara-bara uning xarakteriga singib, oxirgi hisobda balaning tabiiy harakatiga aylanib ketadi. Ko'nlarda qildan ketsang 40dan ketasan deydigan gap bor. Shunga bola tarbiyasida uşaq algılarga hargizmi sal qaramog'liq. Balalarning o'ylanish va o'zini tutib olish iqtidori to'liq shakllanmagan bo'lg'achqa, bishorat va ishtiyoqning hokimligiga oson bo'ysunadi.
Çoğunlar balının yetersizliklerini qog'ozga yezib, doim ko'rib turgan yerga chaplab qo'ysa, bola bu haqda o'zini doim ogohlantirib, ash yetersizliklarni aqli bilan tuzatishga intildi deb qaraydi. Bu bolalarning alaydiligini faqat tushunmaganlik. Chunki bolaning kamchiligi yezilgan ash qog'ozni uyga kelganlarning hammasi ko'rdi. Buning bilan bolaning izzat nafsi bo'g'iladi. Shunga bolaning kamchiliklarini yezib chaplab qo'ydiganlarga shundoq demoqchiman. Bola uchun gunoh xotirasi tutmay, to'kpi xotirasi tutinglar. Uning unumi bolaning haqdan yushiradigan taraflarini boshliq oshkorlab yurgandan ming yaxshi. Bolaning kamchiliklarini qog'ozga yezib chaplab qo'yishni tashabbus qildigan bir ayol mendan. Bolamning tuzatmas bo'lmaydigan kamchiliklari bakchiq. Uning kamchiliklarini yezib chaplab qo'yishim uni ogohlantirib turish edi. Endi qanday qilsam bo'la? Deb so'radi. Bolani albatta ogohlantirib turish kerak, dedim tushuntirib. Ammo buningda boshqacharoq usulni qo'llanib beqing. Ya'ni bolaning nazaridagi kamchilikni ortiqchilik o'rnida so'zlang. Buningda oldi bilan bola uchun utuq xotirasini tutib, gunoh xotirasini tutmaslikni turg'izib chiqishingiz kerak. Bolangiz sozni obdaroq mashq qilmagan chog'larda xotirasiga soz mashqida tashabbuskor bo'lmadi deb yozmay, bolaning har kuni soz mashq qilayotganligini nazar tutib, har kuni soz mashq qilishni unutmadi deb yozing. Navbatda bolangiz yana urunliq qilib sozni birər soat mashq qilishga chidamagan bo'lsa, xatiriga soz mashq qilgan vaqti 1 soatga yetmadi deb yozmay, aran 40 minut mashq qilgan bo'lsa-mu burunqidan ko'p ilgirladi deb yozing. Bunun bilan bolangiz aran 40 minut soz mashq qilishni qubul ko'rganligingizni bayqaydi-da, uningdan keyin bir mahal kuniga 40 minut mashq qilib boqadi. Shu chaqda siz bolangizning mashq vaqtiga to'liq kafolat qilmayotganligini nazardan saqit qilib o'tib, xotiriga sozni astoydil mashq qildi, saviyasimi tadrijiy o'sib bordi deb yozing. Ya'ni bolaning osh kamchiliklari orasidanmi uni maqtag'idek nuqtalarni bayqay olsangiz, bu usulingiz bolaga ijobiy bishorat va turtki bo'ladi. Bunun bilan balada bara-bara utuq tuyg'usi hosil bo'ldi-da, u vaqt tashqizish uchun soz mashq qilishdan mahorat tavlash uchun mashq qilish ko'zlandi. Balangiz sizlar bilan tirkishishni tashlab, biror muzikani ravrus chelishni o'rganishga iroda bog'lagan chog'da mashqqa zodi qancha vaqt ajratishdan qirayt chog'liq. Chunki ixlos bilan qilingan yarim soatlik mashq vaqt tashqizish uchun qilingan 1 soatlik mashqdan yaxshi albatta. Dostum tashvish ichida yana so'radi. Bolaning kamchiliklarini faqat tilga olmaymanmi? Bunda qilsam u kamchiliklarni tuzatmay taxmatnishib ketarmi? Dostumning gapiga yarasha mundaq dedim. Bir qism ota-onalar, ota-onasi davomli ogohlantirib turmagan bola kamchilikni tuzatmay bara-bara topdan chiqib ketadi degan xato faraz bilan hadislar bolasini tanbehlaydi. Amaliyotda har qanday boladagi g'urur va intilishchanlik tug'ma bo'ladi. Aşı toxumu qabiliyyəti sılmağan balalar hər cəhətdən normal isib yetiləlaydı. Balada birər yetersizlik görünген haman onu layıqda ogohlantirib turish kerak albatta. Baladagi aşı yetersizliklər qayta təkrarlanğılı tursa, bu chaqda baladagi aşı yetersizlikni ijobiy rəğbətlendirish usuli bilan tugutish ustida izlanish kerakki, hargizmi "Men sana necha qatim dedim, yana o'zing bilganni qilyapsan" degandek gaplar bilan tatbiqlashga bo'lmaydi. Chunki tekrarlanavergan tanbeh boladagi kamchiliklarni turg'unlashtirib, oxiri qutulg'isiz nuqsonga aylantirib qo'ydi. Do'stimning gaplarimni texnik obdan tushunish maqsadida mundaq takliflarni berdim. Masalan, bolangizni har kuni atiganligi so'ramaylik qiladi, bo'l, o'rningdan tur, kiyimingni kiy, nashtaligingni qil, sumkangni ol deb haydab turimiz maktab kechikdi deb faraz qilayli. Menimcha bunday ahvolda bo'l, azmilik qilma degan gapni ko'rmin qatimlab takrorlasangizmi, shu vajdan bolani ko'rmin qatimlab tanbehlasangizmi, menimcha baribir. Chunki bolaning yetersizligini qayta yuzaga selaverganda bola qashirib, uningga odatlanib qoldi. Shunga boladagi yetersizlikni negizlik tugutish uchun bunday qilib beqing. Bola bilan chiroyliqcha paranglashib uningga "Ertadan boshlab maktabga boradigan vaqtingizni o'zingiz ega bo'ling" degan gapni uzib eting. Ertasidan boshlab, ya'ni u burunqidek söylab yurmay, nashtasini obdan tayyorlab bering yoki uni maktabga olib qo'yishga tah bo'lib turing. Bola har qancha azmlik qilsa-mu, savrchanlik bilan kuting. Bola tunji kuni azmligi sababdan biror soat kechikib qolib, sizga "Baldurroq uyg'otib qo'ymag'achqa kechikib qoldim" deb do'q qilishi mumkin.
U chaqda balani mundaq deb rag'batlantiring. Maktabga kechikib qolishni xolamaydigan obdan bola kelganingizni bilaman qozam. Bugun degan maktabga berishga mustaqil o'zingiz tayyorlik qilgan tunji kun. Shunga deganda kunib ketolmadingiz. Atugün hargizmi kechib qolmaymiz. Ammo bu gaplarni chin ixlosingiz bilan dang. Hargizmi kinoya qilmang. Ishqilib mush so'lni chin dilingizdan izchil davomlashtiring. U jarayonda bola oldida hargiz ochiqlanmang. Uni ayblamang. Bolaning tayyorliklarini qilishib bermang. Bu haqdagi ilgirlashlarni to'kib xotirasiga udulluq yezib mang. Bola aşı yetersizligini yan takrorlab qolsa, uning aşı harakatidagi ijobiy taraflarni inchik kuzatib, uni maqtab ilhomlantiring. Shunda bolaning o'zini o'zi boshqarish еңі tadrijiy yetilib, azmligi bara-bara tugaydi. Umuman bolalarda gunoh yo'q, faqat ularning go'dakligi bor. Uning ustiga bu xil go'daklik bolalarning izchil o'sib yetilish imkoniyatidan bishorat albatta. Shunga ota-onalar bolaning go'dakligidan huzurlanishi, aşı go'dakligi mujassamlangan bolalarcha go'zallikni bayqashni bilish kerak. Shunda qila olgan ota-ona bolani hadisla ayblamay, utuqlarni muayyanlashtirish orqali rag'batlantira oladi. Ota-onalarning saposi va aql idroki bola tarbiyasida qo'llangan usul deb ifodalanadi. Shunga ota-ona bo'g'ichi bola tarbiyasida ta'kidlaganim zodi nima? Qo'llangan usulim bolaga yoqdimi yoki uni bezor qilib qo'ydimi? Bolaga ijobiy ta'sir ko'rsatdimi yoki salbiy ta'sir ko'rsatdimi? Balani rag'batlantirib oldimi yoki ba'zdirib qo'ydimi? Ash usullarni qo'llanishda atini nazarda tuta oldimmi yo'q? Bola tarbiyasida qo'llangan vositalarim sababli meni oliyjanob deyish kerakmi yoki chakin deyish kerakmi degan masalalar ustida cho'nqur fikr yurgizib beqish lozim. Unda qilmay hadislab, damonliq mijoz qo'yqi va ko'ngini bo'yicha ish ko'radigan ota-onalar ko'ngliga pukkan orzusiga yetolmay qolmay, aksicha bola adoqi nishondan butunlay adashib qoladi.